Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarga salom bo'lsin. Men to'g'ri Hamidni azroq bir ishlar kirib qoldim. Iliq mavi odamlar uchun saranka sarang. Ya meni iliq sarang qilib, haq sarang ko'stmadimdi yoki o'zi sarangmi iliq sayramdan chiqsa, iliq qaynamdan chiqadi ekan. Men necha kun bo'ldi Amerikadagi mushu Robiya Qodir, Uyayadagi Quzzat, Murod Ataman mushlar Bilalkamga qas qilib, o'yin qilib, sol tuvatdi uning damalarining xabari bor. Nurg'un iliq tashviqotchi podaq u chiqib Bilalkamni qarlab, opisining namozini tushaga odamni qarlab, har xil ahonatlar bilan, tillar bilan tillab qimig'ini qamidi. Buningga ham deylik sukut to'xtagan olmaydi. Endi hozir Amerikadagi ba'zi birlarni o'tiramayotdi desam, Kanadadagilarni o'tiramayotdi. Ya qarindoshlar, Bilalkam kirib ketgan kunlarda bir ko'zimiz yoshda, bir ko'zimiz qanda bizniki hozir. Do'stlar bo'lgan, Bilalkamni yaxshi ko'radigan, Bilalkamning biz mustaqilligiga, imonligiga qo'l qo'ydiganlar, biz hozir ishchimiz serilyotdi. Ummu xalqning bolasi fikr o'xshamaslik bo'lsa, nishon o'xshamaslik bo'lsa, hech gap yo'q. O xaylarning namozini tushamayman deganga, o mening sizlar bilan maydonim bir emas deganga, aşı degan ay to'g'liqni tapadab, Heliq Umarninki shoirasi kirmay qolmadi, oxiri buni putlab tozaqqa tushadi. Xo'sh, endi buningga Robiya Qodirninki qizini olgan Nuri Tulkarninki inisi deydi-ki, Robiya Qodirning kuyug'ilga qizini olibdi. Shuningki Öykün ben topta o xotonda tilledim. Vay quvani qismaydigan bir jalap kelsa deb tilledim. Uningdan yanmayman, tilledim. O shuningga loyiq Amerika kelgan xotonlarni ana viloyat, mana viloyat deb so'lamchilik qilgan. Uningdan keyin ashu butunlay ashu vaj jidal. Mushuning kaynidimi Robiya Qodirova qarindoshlar. Anvar Yusuf Turanininki oilasini tishlab tatqizdi apodaq. Qizingni bermabsa, o'qimabsa deb. Onundan keyin qo'pib Qurban Qashqari degan balaga esildi, ashu aylanlik ashaliki shuningga esildi. Ashularni akirdi. Bularning tegini surish desak, nemishki mush ishlar bo'ladi? Bu ishlar nemishki bo'ladi shunda qarindoshlar o'ylab yiqinglar ro'z Ramzonlarda. Bizdiki Bilalkamning shu vaqtdagi menga qilgan shu yarim kechida men kechida ishlayman-ku bilasizlar. Telefoni, avatgan videolari, asharki, iliq gap so'zlar hammasi menda bor. Men bergan odamlarga beravatdim. Yo'llaydigan odamlarga yo'llavatdim. U narsalarni meningdan ko'chilab so'rash uchunga voy qanday xo'pdi, voy anda xo'pdi. Uni menda gapchi isbot degan narsani sosyal medyada demaymiz. Nimishga desak, bu sosyal medyada oshkorlanib ketgan narsa qonunning oldida kuch qolmaydi. Shuning uchun isbotning demaymiz, og'zimizni chingida tutamiz bu ishda. Lekin ba'zilar o'tiramay sarang bo'lib ketib bordi. Robiya Qodir o'tiramay sarang bo'lib ketib bordi. Atdigan Kanadadagi Aziz Burhan degan, voy ondaq Bilal inim, mondaq sen bir sarangmı, o'ngmi, kallangning suyvami ya sen deltimi? Sen iliqi g'ulji qirg'inchilikdagi nimedagi ma Urumchi qirg'inchilikdagi tungallar o'xshaydi ekan. Sen Uyg'urning orasiga kirsang shapaq to'ppangni kiyib, bo'lmasa Xitoyning orasiga kirsang do'ppangni yetib, Xitoyni uradigan mandaq nima ekansa, men sana yana bir qaytim deb qo'ya qara. Sen meni tillaydiganda tillab qarg'itib qaytibsan qara. O'g'al bo'lsang, onda qilma atdigan. Özüm dedim, voy iliq qancha qishdim bir suvaki, onda depse, men onda qilmay deb u chiqdim. Voy bo'p durustga qilibdi, bo'pti deb sening naq maydonlaringni taqitib, shuni bilan qisaq kechdi. Sen Robiya Qodirni tillabsan, Robiya Qodirga javob qoldirgan. Aziz Burhan, sen meni vahshiy tillading. Men Ramzonninki nimasi bilan men seni tillamay. Ben sana WhatsApp'tan yaman çıraylık yakıldım aka deb turib. Ben seni qo'qab qolmayman. Sen meni iliqlab o'xshatma. Ben sana dedim, abi WhatsApp'tan dedim. Aldımni qil, Yevropaga kel dedim, meni izla dedim. Zumrat Tursunning abiyamni jalabdan qilib tilavatdan qara. Senga Rosh shu Gulshan Abduqodir sana tetibdika. Endi bizmi tetemiz sana. Tahdid solding, o'ltirma dedim, chopma dedim. Endi Kanada konsuldan anzangni sen endi u yerni topshirib kelib ol. Bu bir. Qarindoshlar, shundan bilan bu atdigan qo'pib
Bilal İbrahim Türkistan'ını mışında boptu diye adam tuyuksuzlam abiya bana örüp sen anandek ayağını jalap tepse, ındaq tepse, ındaq tepse. Ya dedim qana qilsa dedim. Ya muşu xotin bizni indigeniz xalq qilib etib, mening ota-onam muşu yavay millat qatarsin tarbiyalayotgani 6 yil bo'ldi. Desam, sen jalap shunninki nima deb hisobot aladigan Rabia Qadirni onangning haqqi var dedi. Sening onangning haqqi varmi meningdan hisob oladigan ko'p ayada Zaynurani o'ynab, uning singlisini o'ynab, qiz sizga ko'tlash. Sen kim chaqlab qolding o'zingni? Mutmutkoy. O'g'alval bo'lsang WhatsAppda gaqildingmi, qarg'it qilyapman, oxirgacha gaqil. Tushundingmi? İştinin valisi adam bo'lmaydigan. Sen o'ngmi yo so'ngmi sarangmi sen? Ha? Sen sarankensen sen. Atdigan bir Izzatning aşı xotindan tortib balisigacha bir nim deb deb, ko't. Izzatning cho'qara balisini men bir narsa topib qayirmi xotinni dedim. Mening ota-onamni dedi, xalqning xotinni dedi, og'aylarimning xotinlarini dedi, Gollandiyga haqorat qildi. Men aybini dedim. Tushundingmi? Nocha bo'lsa oldinga qonun bilan chiqsin. Bizden unutulaysa, bizden kopup bana isilise, sen hak oyun oynap, beni sarang kılıp, saranga çıkarıp, bu sarang demek mi o ya? Üzem sarang mı? Goy, eşek goy, hayvan goy. Berip, adam teşhirindığın doktorxana teşhirinmişsen, sen adam bolsan, hayvan, mal doktorxanasına berip teşhiren, ben seni onda ikra edeceğim, ben onda kılıçlarını kokap ketmeyim hemen. Çandın mı? Abdülaziz, Kanada'daki Gülşen Abdülkadir sen acayip titke. Sen latkense bir ben sende koy. Anan bulsa Rabia Kadir'le sen dabazanın içinde şerikleşken ya ki pul tapkan sana yol koygan iş olgamsa o senin işin. Milletin işi de Rabia Kadir bilen biz kanı kan canı can değişimiz. Köp. Bana sen bilip al. Rabia Kadir bizni indigeniz halkı kırıp etti. Rabia anan, calap anan hain. Şandın mı? Beni dediğe de Kıtıyaga evet mana senni. Rabia anam Avustraliyadagilarninki $125,000 pulni elib ochiq berma deb haqnikini qo'yib ketgan anam. Shuning javobini berdi. Million Uyg'urni indigenes qilib etgan sening Rabia anam. Men senga deb qo'yay. Tushundingmi? Sen gaqilanmaydi deb u WhatsAppda hammachang qilib berdi gaplaringni. Cho'pning valisi. Kuyuğlu olsa Rabia Kadır'ın bulayım. Sen savadını çıkarıp çalaptan konumuz gezgi ayala var. Bilal İbrahim'in özünü soruyor. Bilal İbrahim Amerika kime kaptı ki Mısır'dan? Vay Bilal İbrahim'ni Mısır'dan Amerika kime kaptı ki? Rabia Kadir yelkisiga ilib, taxtiravanga sepakkaga o'xshamamdi. Akab qo'ygan bo'lsa Uyg'urdan projektdan, eneydan pul olib qilayotgan. Tuzuk da'vo qilamaganki, shuni o'zimi qitdiki. Men akab qo'ydim deb endi urush qilib, kuyog'ini ish qilib, jidalga silib tiqib etish kerakmi? Abdülazaka, sen bu bana varitandan kılma, kesa oynagan bo'lsan o'zing bo'yindan degina qara. Rabia chiqib, jindini so'zga aytdim, men Rabia apang yana o'sha yerga o'xshaydi seni. Rabia apang shu qara, meni sarang kelishib qolgan bu degan vaqtida, sen adatdan shu chaqda, mana ma'qullikka anish turmadik-a. Manda gapni qilma deb, shu chaqda sen bir ikki gapni qila oldingmi? Sen qilmading. Tushundingmi? Sen mana bu chivularni bir tungalni bo'ldigan. Tungal musulmonlar Uyg'urlar chiqqan chaqda avtobusdan ketgan chiqsin. Mandaka, meni bir qilsa, soranka ilishib qopti, u dal tushumka desa, bu bunu da, onun logikası şu da, benim logikam düşmemde. Ben onu pul vergen reis bu vakıda. Meğer defterde hesap kitap eminim baş, bir şey var kaptette, ben pul vergen bunu. Biz indigenes kılıvetten şu kotan, onu rokyat oluşmu çıktı dedi. Şu Abbas ailesi, şu Anıp Siklo Flash, şunu açılıp çıkıp ya hesabını veriş gerek ya ki, şunun bedeli ne şu? Yavay millette bizim atanımızın sorak payı vermeyken. Sen ondan çıkıp otak şu, ağzımın şu, ondan diysen, senin onun marka hukukun toşmaydı ben sen de bayağı kaçıraylar. Senin onun hukukun toşmaydı, sen kanunu organ emez, sen adliye organ emez. Ben nocu olsam, ben adresim depreme Avrupa gelgense bir görüşüp, hanım nereye gitemse, ağzımın kankırı gitemse, çoğu gitemse, onu şu çarık. Bilalkam yüzüge kanını sörküp aldı mı, Ahmet'ten taşlık et dedi mi, öldürüp dedi mi, Joyav dinken Amerika'nın bu mescid gidini organlar, hem yer kamera var bu, kamera var, hakkında diyen gaplar var. Biz bu, şu Medine'nin ki bu mescid, bu hocam kuvvetkandan başla, bulavatkan bu cidel bu. Şuna her daim biz segert duran. Kağın ne? Sotta şu körümüz. Sot nima qilsin buncha? Bu Rabia Qadirlar, yana birlar Nuri Turkanlar, Apple so'rasi bo'ldi qilib aytamiz. Apple so'raydi degan jinoyatni ustiga oldi degan gap. Yo'q.
Bunu ya kanun bilen hal qilib, muhaciratga Uyg'urlarga bundan keyin o'zini qonun bilan qo'llash kerakligini biz bildirib qo'yamiz. Sen onda desang bo'lmaydi, sen o izzat tilson qildimi yo Rabiyaning tilson qildimi, men uni uqmadim. O ana bo'lsa sening mana mening manam turmada ekan. Yana bir ketam ekan. Vobshe bu temaga biz kirmaylik, ma'qulmi? Agar men Rabiya Qadirni bir narsa demagini o'zim bo'lganda, bo'pti, cho'ng ayolga ko'zi kirib olmaydi. Chunki mening onam, mening dadam shu Xitoyning turmusida. Meniki Rabiya Qadirda hisob berish huquqim nima mayli deysiz degan. Biz o g'ujning baldiri uya bu yerda qaydiraq maydiraqni olsa cho'ng bo'lmagan. Biz hisob kitobimiz, nafratimiz, nimamiz aniq qoldi. Ben onu da hesap alamdım. Almamdım o üzerinden işi. Çandım bakan. Ben senin de sonra fotoğrafını ayıştı yok. Rabiya Qadir'dim. Ben golde de ötküzerken men sarağında bakta ilişip kaldı dedi, an dedi, man dedi. Apapta degandim. Ben öküneyim şu Rabiya Qadir'ninki bir nimesini tuqqan işkenligini bilip açtı adamni. Jugash bal ekan. To'taqnayın jugash ularni, jugash o'z uramda haqni nikah kele. Kim etib turmushni? Kim etib turmushni? Bilamsan sen mushuni ishni bormi bu ishning oxirida? Rabiya Qadir sen telefon qilib deysizlar, odaq telefon qilib deysiz. Ularning rasulmaydi, qonunning rasulidir. Unda gapirgan ishing bo'lsa, gaplashmaylik, tushunarmi? Bunda senda yomon bo'g'im yo'q, sen mening dushmanim sen emas. Lekin men bugun sanga ben hayron qoldim bog'i. Bu yerda deyishaversak, u tugmaydi degani, sen bu ashad turib o'zingnikin deysan, men bu ashad turib o'zingnikin demak, o'zim bu Yevropa kelamazda. Shu chaqda men ishad bor. Bu to'xtab shu. Ben sana şunu deb qo'yaman Ramazonda. Mening opam degan emas. Sen otibdan anlatda. Jalobdan jalob tushsa, to'xtabdan tortib tushsa, opamda qadamizga yo'qmi, to'qir. Bir odamning payg'ambarlik islomga bir odamning nima ishilib siyosatchi, nima ishilib payg'ambarnikida tushyaptamsa sen xoinga yon bersep, go'y o'zingning xotiningki singlisidan tot, badisidan tot rasvochiligini chiqatdi. Men uni aslarga kirmasam, o'zingning ne raskaplarni, o'zingning xotinini jalobdan jalob qilib tilmagan narsalar qolmadi. Numussiz go'y. Men senden so'radim, o'tgan Zaynuraning naslarini so'radim. Shunda men senden so'radim. Chunki Dilara G'inamni ailesini bilim deganki shu o'qigandan keyin konsulga tushgan narslarni ba'dida men dalalayman san orqada degan narsamni. Men san dedim, Bilal akam mushta bo'pti desam, abiyam san qo'pib, voy bu qonni yuziga sukab, unda ishplas nakasib ketman, nunkur tuzkur go'y. Men san deb qo'y, men sanga meniki eng oxirgi naq maydon qilishim Ramazonning ichida. Sen men bilan xudo tilishmaysan, kunlik qarong'i chiqib aramingni buzib yetmas seniki men sana. Men seni qo'rqa qolmayman, men bundaq gaplarni qilma, tushundingmi? Sen jamiyat o'ynagansan, o'zing o'yinding, ha? Kelima deganiki mishakib bizda. Adam nima ishni bir og'zimizni qilib, ha? Unda deb sen isbotim, gapirona emas, shu o'zi emas, haqli avat qo'yapman. Ya shu nimaning Mirzatulloh Ostonga nomus qilmay, ayolini, qizini, kichik qizini, nasir qizini, shunday setib olishdan bedran javob olasan. Benning aslida boshqa qo'shaman. Benning aslida boshqa gaplamasa, to'xta so'laydigan javob olasan. Benning aslida boshqa qo'shamasa, hamma meni ko'rish so'lamchilar. Men beni onamning ko'zlariga ko'zdi, og'zimni tiqib desa bu o'g'limga ketay. Sen o'qib moch kelsan bu, qonun bilan yo'l qo'ygansan bu, qonunni iskaymansan. Uni men yozmagan, Gollandiyalik shaxs yozgan qalamni suymayman, ya nomer ko'rdingmi, ko'mdingmi sen? Abdulaziz, sen qumanga pay qadaymaychi qiz, tushundingmi? Ben sana bir liğiz gap. Ben seni saklaymamış Avrupa'da. Sana ben koydum şartını. Kanun bile oynaymaysan, kanun bile oynayma. Manda oynamaysan, manda oynayma. Cuma, oğalı vala ma gaplar mana xalq alamını aldı, üzerinin ağzından çıktı. Mana aslında ben seni kütümem. Tushunding mi? Kanunni sen sikemsa texe, sen kim olsan? Vay, dalta o'qimagan sarang shum. Ve o'qiyotgan namozimga seniki ayağı chiqib, ekranni oldiga chiqib, menchi qara ekran oldiga busammi og'zimni, men bir xil qara o'zgarmay menyapman. Sen o'sha menda xo'p ketmadim. Pequrg'ish emas, men senga o'xshash. Ko'rdinglarmi qarindoshlar, mana shunda. Shuningga bu hozir yandikilarninkini ovoz qildi deysizlar, yandikilarning kimga ishlab, kimga ishonganligini bo'lmaydi. At degan qo'pib namazdan keyin tuzuk qildim. Kashda namazning o'tirlig'ida bir 2 soat qilib oldimmi, yo bu bir viski ichib oldimmi, yo bir nim ichib oldimmi, yo bir Robiyani eqitib berganmi, shuni ichib oldimmi sho'sini. Robiya onang olamda, dadang olam, chartiqim nima? Men millatning ishini so'rayapman bu yerda. Va jalobdamdim, palabdamdim, o'zimning ishi sotdi, o'zim javob bermay onangizga. Nervonga tegmagina to'la. Pulini to'layib chiqdi yerma sotdi ya yotimi? Qo'ngning tikugoy. Mana unda varetantanglarini qimma oqmaydi, men davlatda, men g'aribda oqmaydi. Sen oqtirolmaysan. Sen chegirdan kirpaq Shvetsiyaga. Kirsangmi bebi kesib atmaysan menikini. Biran ya ush atsan. Jiq bo'lsa,
Bir narsamni tiqib, nimani tiqib etsa, Amerika podaq o'xshashgansa, aqaysang biznimiz belding tövendan tushma. Biznasang, va sanda banas bizdan bay. Biz unda danglab ketmaymiz. Tushundingmi? Yo'g'on cho'chaq, boy cho'chaq, kichik cho'chaq, xo'ch cho'chaq deb san qaqti banas bizdan bay va qo'ng'ini og'zimni ochishmada va ko'tava. Yo'g'on biznimiz suvadak og'zingga tiqima, ya'ni biznaniga nega tiqsan tiqmamsa, go'y. Xotining yo'qkan 1 kilo go'shtni ila vibolosib isitib o'tirni yerib tiqib qo'yna. Kamida. Tushundingmi? Men unda gapni qilib bermasa, o ekranga chiqib tillamsa, elmirnim qilamsa, o'zingni mana sen bilib qol. Endi seni men qanday joylaydiganimni qonun bilan endi ko'rasan. Olimda yetib 3 oy aram qo'panmasib chiqib ekansa, bir o'tganda gipingni qilib qo'ysak, aqlab qo'ysak, iliq menda bo'lib ketib ekansa, pasporting bormi, masporting bormi, nimang bo'lsa, o'zingga tushundingmi? Men bilan bir tilak aloqasi yo'q. Kelamsa, kelmamsa, vashgot mana. Welcome man, alltid. Shuga feratimlar. 24 soat qarshi olaman. Xo'sh, qarindoshlar, bu ahvol shu bugun.